Assalomu alaykum hurmatli Gazini bos obunachilari. Bugun biz sizlar bilan Matiz minadigan akalarimiz Abdushu xursand qilamiz. Ketdik. O'zi aka qana mashinasi aka? Aka agar Matiz mashinasi bo'lganda, qo'lni bag'atga qo'yardi. Assalomu alaykum. Aka rahmat dastaqlarim aka. Nima xizmat? Aka Instagram uchun kontent olyapti. Qana mashinasi aka? Hozircha agar Matiz mashinasi bo'lganda qo'lni bag'atga qilib berardi. Hozirga shu Aka qana mashinasi? Agar Matiz mashinasi bo'lganda Gazini bos tomonidan qo'lni zapravka qilib beradi. Rahmat aka. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qana mashinasi aka? Nimaga? Gazini bos kanalida eksperiment qilyotgandik. Matiz mashinasi? Aka Matiz mashinasi bugun shopirlarga yangilik qilmoqchi edik. Mashinangizga qo'lni zapravka qilib beramiz aka, rozi bo'lsangiz. Rahmat aka. Bo'ldi, ketdik zapravkaga. Akani to'ldiramiz hozir. Va'da bajarildi aka. Mana akamizni qo'lni zapravka qilib beryapmiz. Aka, fikringiz? Gazini bosgan. Rahmat hammalaringga, shunchalik to'g'ri kelib qo'yganlaringga, bizga Gazini bosgan kanaliga a'zo bo'linglar, like podpiskani ayamanglar. Sog' bo'linglar sizlarga. Rahmat ishlaringga. Doim baraka. Sizga ham rahmat aka. Bundan da zo'r kontentlar faqat sizlar uchun obuna bo'lishni unutmanglar.